a'zosi, Jurnalistlar uyushmasi a'zosi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi ma'rifat targ'ibotchisi, shoir To'lqin Eshbeklar janoblarini taklif qilganmiz. Sal beri o'tib olaman, sizlarga yaqinlashaman. Assalomu alaykum aziz jonga jon shifokorlar. Har kuni xalqimizni, elimizni duosida sizlarsizlar. Har kuni dasturxon boshida sizlar tilga olinasizlar. Allohu amin. Hech qachon doktorlar shuni tushunmasdan Allohu akbar. Lekin hayot juda qiziq. Bu duoja chuqurlashib ketadimi? Hammamiz doktorda qo'lida tug'ilib, umr tugaganda doktorda qo'lida jon beramiz. Va butun hayotimiz mana shu oq xalatli shifokorlar bilan bog'liq. Endi bir alohida mavzu, uni yana bir uchrashuvda aytib beraman. Azalda, mana 24 mingdan ortiq payg'ambar kelgan gapiriladi-ku. Birinchi tibbiy nimalar kelgan. O'sha tibbiyot, undan keyin diniy haliginaqa bilimlar paydo bo'lgan. Va barcha payg'ambarlarimizda o'sha tibbiyotga oid juda ko'p haligi ibratli gaplar manbalarda keladi. Demoqchimanki, sizlar insoniyat tarixidagi eng buyuk, eng qadimiy soha vakili hisoblanasizlar. Va aytgandek, duolarga aylanib ketib, lekin shifokorlarga juda ko'p ishimiz tushishini men o'zim istayman. Sabab birinchi galda shifokorlar farzandlikni qo'lga beradi. To'g'ri xonadonda. Ikkinchisi, endi bu issiqjonda isitmasi kelib turganda albatta hamma doktorga qarab yugurib qoladi. Shuning uchun avvalo sizlar sog' omon bo'lingizlar, hech qachon kasal bo'lmangizlar. Juda ham sizlarga bo'lgan mehr, muhabbatimiz baland. Endi bugun